Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyada turishliq vakili va shundaqla Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ilhom Mahmud apandi bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringlarda bo'ladi. Assalomu alaykum Ilhom apandim, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Xudo yaxshi bo'lasiz. Yaxshi, rahmat. Ilhom apandim, programmamizni boshlashdan burun sizni qisqacha bir tanısak, ya'ni o'zingizning qayerda tug'ilganligingiz, ham hozir bu Yaponiyaga chiqqanlar necha yil bo'ldi, o'sha haqida bir qisqa bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Men vatanning Qumul shahrida tug'ilgan. Qumul shahrida o'sib Yaponiyaga chiqqan mana bu yil 9-yili, 2001-yili Yaponiyaga o'qish bahonasi bilan Yaponiyaga chiqqan edim. Endi Yaponiyaga chiqishimdagi maqsad nihoyat oddiy. Men faqat o'zimning yangi tug'ilgan o'g'limni cho'ng bo'lsa bosh maktab kirsin, jamiyat chiqsin, Xitoy bo'za qilmayman deb nihoyat oddiylan o'y fikr bilan Yaponiyaga chiqqan. Shuning bilan mana 9 yil bo'ldi. Rahmat. Ilhom apandim, sizdan so'raydigan savol bekchiq, men buni orasidan bir nechini qisqartib so'ray. Sizning bilishimizcha, ya'ni hozir yaqin yillarni ko'ryapmiz, Yaponiyada Uyg'ur jamiyati qurildi, bu nihoyat yaxshi bir ahamiyatli ish bo'ldi deb qarayapmiz. Hammaylar nihoyat xush bo'ldik. Bu tashkilotni siz qaysi yili qanday bir sharoit ostida qurib chiqdingiz? Ya'ni nima bir maqsadlar bilan bu tashkilotni o'tirib chiqardingiz? Biz bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatini qurgan vaqtimiz 2008-yil 6-oyning 15-kuni. 2008-yil 6-oyning 15-kuni Yaponiyaning Tokio shahrida qurdik. Bu shu Dünya Uyghur Qurultayı'nın ma'mur reisi Seyit Tuntürk Efendim'niki yetakchiligida qurildi. Bu jamiyatni qurishdagi maqsadimiz birsi hammadan endi menga bekdan-bek ta'sir qilgan ish. Shu qizlarimizni Xitoy o'lkalariga shiddatli suratda yo'tkayotganligi bu ish menga bek ta'sir qildi. Endi burundan qolgan qarindoshlar o'xshash vatanning g'amini paydo qildi yegan bo'lsakmi, endi buni Yaponiya xalqiga uqtirish, Yapon hukumatiga uqtirishning nihoyat zarur bo'layotganligini his qilib, bu jamiyatni qurib keldik. Xudoyim buyursa bu yil 2 yil bo'ldi. Rahmat Ilhom apandim, bu yaqinqi yillardan buyon bo'libmi 7-oyning 5-kunidan keyin Yaponiyadagi, ya'ni bu Uyg'ur davosining taraqqiyoti ahvoli qanday bo'layotdi? 7-oyning 5-idagi Urumchi voqeasi, Urumchi qirg'inchiligining shu qahramonlarimizning aqtirgan qonlarninki natijasidan Yaponda Uyg'ur masalasi yangi bir pallaga o'rladi. Yaponiyada Uyg'ur masalasiga yangidan tushuncha hosil bo'ldi. Hamda Uyg'ur masalasi ko'ngil bo'lgan Yapon grajdanlari ko'paydi. Yani bununla ko'ngil bo'lgan tashkilotlar ko'paydi. Parlament a'zolari ko'paydi. Yani bunun arqılıq Uyg'urlarga bo'lgan ko'ngil bo'lishlar kengayib, endi shuning bilan birga Yaponiyaga hozir Xitoy fuqarolari nurg'un besib kiryapti, nurg'un o'tiraqlashyapti. Yaponliklarmi agar o'zlariniki shu Uyg'ur masalasiga to'g'ri qarab, shuningdan savoq olmasa, o'zlari shu kunga qoldiganligini tunib yetkil turdi. Başka hazır Uyghur meselesi Yaponiye'de her kandak militarist deyimiz, otur yolluk deyimiz, solçular deyimiz,
har qanday cho'qim tilga oldigan bir masalaga aylandi. Rahmet. İlham efendim bu Yaponiye'de Uygur davasının yani şu Uygur Milli Hareketimizin şuna kengayip menişi kandak bir toxtatır. Yaponiye'de Uygur davasının rahmet İlham efendim. Sizce Uygur davasının Yaponiye'de şundak bir küçüyüşünün kandak bir ehmiyeti var? Bu ahmiyeti nayeti zor deb o'ylayman. Şu Uygur meselesi resmi Yaponiyaniki xalqining hukumatining diqqat qiladigan masalaga aylangandan keyin hozir nurg'un tadqiqotchilar, tarixiy tadqiqotchilar, siyosiy tadqiqotchilar, iqtisodiy tadqiqotchilar hamda kelgusi Rahmet İlham efendim. Sizce Uygur davasının Yaponiye'de küçüyüşünün kandak bir ehmiyeti var? buni ahmiyatini deb kelsak oldi bilan shu Yaponiyaniki shu siyosiy arboblar, yapon xalqi, yapon davlati bu Uyg'ur masalasiga diqqat qilgan bo'ldi, ko'ngil bildigan bo'ldi. Hamda Yaponiyaniki tarix tadqiqotchilari, iqtisod tadqiqotchilari, diplomat tadqiqotchilari, siyosiy tadqiqotchilari bular hammasi Uyg'ur masalasini qaytadan bir ko'rib chiqishni izlanyapti. Hamda nurg'un Sharq Turkiston bilan Yaponiya hukumatining burundan bo'lib kelgan munosabatlari hamda kelgusida Yaponiyaning qo'llanib qilish, o'zini qo'g'dashda Sharq Turkistonning qanday cho'ng rol o'ynaydiganligi to'g'risidagi nurg'un maqolalar yozilyapti. Bu endi hammamiz qarindoshlarimiz uqqandagidek Yaponiya yana bir tarafdan dunyodagi eng cho'ng iqtisodiy davlatlarning birisi. Biz har qanday faoliyatni olib berish uchun iqtisodiy kuchi va kuchli davlatlarning bizni qo'llashimizni umid qilamiz, ham shunda bo'lishini ko'zimiz yetadi. Bu jihatdami Yaponiyani o'zimizniki bizga ko'ngil bildigan qilib, bizning ishlarimizni yuzda tushunib, bizning milliy ozodlik harakatlarimizga bir yordamchi qilsak, bizning buningdagi nurg'un ishlarimiz cho'ng foydalar bo'ldi deb o'ylayman. İlham efendim Yaponiye'de devletinin Uygurlarga tutkan göz karışı bilen xalqning yani Uygurlarga qaratgan göz karışı da mesela Türkiye'ni misal algan bolsak Türkiye'de xalq %100 bo'lmasa mı %90% Uygurlarni hemmisi qo'llaydigan holatda nima qiladi. Ammo hukumatı egizda bir necha ministrlar so'zlagan taqdirda ko'p narsalarda Xitoylar bilan tijorat kelishimli jihatlarda Uyg'ur davosiga yana sal qarayotdi deb umumiylik shu fikrlar o'tirib chiqdi. Yaponiyada xalqning tonishi nihoyatda yaxshi deb qaraymiz yoki hukumat xalqlarda yangi taniyotdi, hukumat bizga nihoyat ko'ngil bildi deb qaraymiz. Men shu endi xalqning tanishimi nihoyatda tez tushunish, Uyg'ur masalasini yangi boshdan ko'rib ko'z qarab chiqish, Uyg'ur masalasiga, Uyg'ur harakatiga yordam qilish suratim nihoyat tez bo'ldi, nihoyat keng tarqalyapti. Biroq endi siz uqqandagidek Yaponiya o'z kichik davlat bo'lgan bilan puxrasi nihoyat ko'p. Ham shu nisbiy jihatdan aytganda siyosiyon tadqiqotchilarning orasida mencha tarqalish nihoyat tez. Shunlashqa Yaponiya hukumati o'zi Xitoyga nisbatan qattiq so'z so'zlayolmaydi. Buningda endi iqtisodiy manfaat nimasi bor. Ammo parlament a'zolarining ichida yurakli so'zlaydigan shu Uyg'ur masalasini qayta ko'rib chiqish, Yaponiyaning davlat manfaatiga foydali bo'lganligini tushunib yetib, hozir shuni cho'ng keng doirada tashkil qilgan parlament a'zolari men çoğun o siyasi devlet derecelik xodimlar ve arbaplarning arasında keng daire takıldı böyleyim. Rahmet İlham efendim bu Yaponiyanın köşmen siyaseti hakkında televizyon köşede bizge biraz bir malumat verсеңiz, yani qabul qilamdı, vatandaşlık beremdi, bu haqda Uyg'urlarga biraz bir başqacha qarab otamdı yaxshi yoki bu haqda biraz bir malumat berib o'tgan bo'lsangiz. Endi hozirgacha Yaponiyaniki shu siyosiy panohlik berish degan so'z asosan Xitoy pasportiga ancha ishlanmay kelgan.
Ammo hozirga qadar Uyg'urlarning ichida siyosiy panolik tillash bir ahvolim ko'rinmadi. Endi mening hozirgacha shu Yaponiyaniki siyosiyonlar, shu qonun sohasidagilar bilan mening ko'rishib nurg'un paranglashishimdagi natijaga qaraganda bu bir cho'ng masala emas. Uyg'urlarniki vaqti to'shab ketsimi, Yapon hukumati hargiz ularni qo'llab chiqaratmaydi. Nima ish deganda amaliyotni ko'rdi ular. Bu xil ahvol ostida ular hargiz Yaponiya bir iqtisodiy cho'ng davlat, demokratik tashkil qilgan, tashabbus qilgan bir davlat bo'lish sifati bilan umu Kambodjadek nomussiz, vijdonsiz ishni qilmaydi. Endi Yaponiyaniki hozir qadar endi o'lchamlari burun qaraganda yumshoqlashdi. Yumshoqlashdi deganimizda burun endi 5 yil xizmat qilish kerak, yoki boj to'lash kerak deydigan. Uningda sirt qattiq bir o'lchamlar bor. Bu o'lchamlarmi 2 yil burundan boshlab o'zgardi. 3 yilga tushdi. Burun degan muqim xizmat deydi. Hozir endi 3 yilgacha muqim boj topshirsan, muqim turag'i joying bo'lsa, iltimos qilsang bo'ladi deydigan holat keldi. Bu umumiy ya'ni chet ellik fuqarolarga yoki Uyg'urlarga biroz yumshoq. Umumiy. Bu umumiy yuzlik ahvol mushtaq. Endi ba'zi narsalarni siyosat jihatda unda falon millatga deb uni chiqarmaydi. Biroq bizniki hozirgacha munosabat qilib kelgan hamda buningdagi munosabat qilish ehtimolini yuqori parlament a'zolari yo siyosatchilar yo bevosita shu nopos ishlari bilan munosabatlik organlardagi xodimlarning bizga bo'lgan tushuntirishlarida iltimos qilsanglar cho'ng masala chiqmaydi degan. Endi shunchalik bizga bir ozroq umid berdi endi. Shunga chiqib men Sharq Turkistonlik qarindoshlarimni, Uyg'ur qarindoshlarimni Yaponiyada turib qanday bo'lib ketadigan g'amni yemay bo'lsa endi Yaponiya Uyg'ur jamiyati bilan maslahatlashib nurg'un ishlarni qilsa qilmay turib uningni g'am yeganda bir qilib ko'rib anandan keyin tashviq qilsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat İlham efendim, savol so'rasam bek ko'p, vaqtingizni bek ko'p olmay oxirida sizdan bunday bir savol so'ramoqchidim. Siz Yaponiyadagi yoshlarni ko'p sonli egallaydi men bilishimcha, ham ko'pinchisi ya'ni o'quvchilar. Bulardan ya'ni shu Uyg'ur davosi haqida qanday bir umidlarni kutasiz? Endi Yaponiyaning ahvolini, sharoitini, muhitini o'zimiz shu joyda turgan ekan biz ufqimiz endi Xitoy bilan Xitoyniki siyosatlari yoki bo'lmasin Xitoyning quloq og'zi bo'ldigan munofiqlarning yo'q debmi degilim bo'lmaydi. Biroq kim debmi deb bo'lolmaymiz. Chunki bizda amaliy paket yo'q. Endi men Yaponiyadagi qarindoshlarning dadil o'zimizning millatimizning hozirgi taqdiriga qayta bir ko'rib chiqishini umid qilaman. Biz yuraksiz yurgan sari Xitoy bizni bo'zaq qiladi. Agar biz chet elda yurayotgan Uyg'urlar hammamiz birlashib ketgan bo'lsak, hozirgi biz dunyo Uyg'ur qurilidagi xodimlar qilgan 10 yillik ishni agar butun dunyodagi Uyg'urlar yig'ilishgan bo'lsak, bir oy, yarim yilda bitkizib bo'ladi. Boshqa qarindoshlarning yuragida millatim, xalqim deydigan o'y fikrlar bo'lsa, yoki bo'lmasa men qilay deydigan ideyalar bo'lsa biz qarshilaymiz. Endi hech bo'lmasa mundaq ishlarni qilgan bo'lsak, deydigan taklif fikrlar bo'lsinmi, shuni bo'lsin bizga yetkazsa, biz cho'ng qarshilaymiz. Ko'p rahmat sizga, salomatlik va utuq tilayman. Rahmat sizga. Sizga rahmat.
Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat Endi Yaponiyaga chiqishimdagi maqsad nihoyat oddiy. Men faqat o'zimning yangi tug'ilgan o'g'limni cho'ng bo'lsa bosh maktab kirsin, yo jamiyat chiqsin, Xitoyga bo'zaq qilmayman deb nihoyat oddiylam o'y fikr bilan Yaponiyaga chiqqan. Assalomu alaykum Ilhom efendim, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Xudoy yaxshi bo'lasiz. Yaxshi, rahmat. Ilhom efendim, programmamizni boshlashdan burun sizni qisqacha bir tanısak, ya'ni o'zingizning qayerda tug'ilganligingiz, ham hozir bu Yaponiyaga chiqqan necha yil bo'ldi, bu haqida bir qisqa bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Maydoni suhbat programmamizda Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyada turishliq vakili va shundaqla Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ilhom Mahmud efendi bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Ben vatanning Qumul şehri tug'ilgan. Qumul şehri o'sib Yaponiyaga chiqqan mana bu yil 9-yili, 2001-yili Yaponiyaga o'qish bahonasi bilan Yaponiyaga chiqqan edim.